Qadrdonum, Glawny priz BMW'mizga 650 dona biletimiz qoldi. Finalimizga 1-2 kun inshaalloh qo'ramiz. 4 ta Glawny priz. Uspet qo'ling Telegramga srochni o'ting, hamma ma'lumot mana shu video ostidagi Telegramda inshaalloh mana shu kalit sizniki bo'ladi. Qadrdonlarim, assalomu alaykum. Kanalimizga xush kelibsizlar. Sizlar bilan esa men Oybek Abubakirov. Do'stlarim, oxirgi sanoqli biletimiz qolyapti. Kimki bizni YouTube kanalimizdan kuzatib turgan bo'lsa, mana shu video ostida srochni Telegram kanaliga o'tasizlar. Barcha ma'lumotlar, qandoq chipta olish kerak, karta raqamlar, nomer telefonlar, shot silkalar qo'yib o'tib ketilgan. Endi esa Glawny prizimizda 1 emas, 2 emas, birdaniga 4 ta mashina bo'lgan va nomerlari bilan e'tibor beryapsizlar. O'zbekiston, ona vatan, poytaxt Toshkentdamiz. Issiqligini qarang buni. 650 dona chipta qoldi do'stim. Bu sizda hali shans bor degani. Bitta chiptamiz 2000 rubl, 10 ta olganga bitta qo'shib beramiz. Mashinalar akalar orqamizda turgan bir qator sizlarga tushuntirib, boli batafsil tanishtirib o'tib ketaman. Glawny prizda bosh sovrinda BMW 5-seriyas 2024-yil, ya'ni eng oxirgi pokoleniyasida. Katta monitor, даже reshotkalarigacha podsvetkalari yonadi. Endi do'stim, mashinani o'zingiz ko'ryapsiz. Hozirgi kunda O'zbekiston, Toshkentda ham aka-ukalarimiz hammasi ham o'ziga pazorat qilgani yo'q. 2000 rubl evaziga immini sizda inshaalloh bo'ladi degan umiddaman. Uning uchun do'stim 1-2 kun vaqt qolyapti finalimizga. Shoshilamiz akalar. Qirg'izistonlik, Tojikistonlik aka-ukalarimiz ham bu mashinalarni bemalol o'z yurtlariga olib ketib, uchotlariga qo'yib olish uchun hamma qulaylik yetarli. Nima uchun deysizmi? Chunki mashinalar 3 yilgacha bo'lsa, bemalol olib kirib ketaverasiz. Mashinamiz 2024, 2023, 2024, ya'ni 3 yildan kam do'stlarim. Bemalol olib kirib uchotingizga qo'ysangiz bo'ladi. Bu mashinalarimizda rastamoshka yo'q akalar. Elektro bo'lganligi tufayli ko'rmayapsiz.